Assalomu alaykum muslimalarim. Bugun sizlar bilan ertaklar olamiga sayohat qilamiz. Nimaga bunaqa deyotganimni video so'ngida bilib olasizlar. Oilaviy hammamiz mazza qilib dam olishga qaror qildik va dachani tanladik. Oyijonim bilan adajonim shunaqa zo'r dacha tanlashibdi. Imkoniyatlariga, sharoitlariga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Oila a'zolarimiz va o'zimizga juda ham yaqin bo'lgan insonlarni taklif qildik. Ilohim ko'z tegmasin, o'tbetga boradigan bo'lsa, oyijonim ham adajonim ham turmush o'rtog'im oyijoningizlar bilan adajoningizlarni taklif qiling deb chaqirishadi. Ilohim mehr oqibatlarimizga, ahilligimizga ko'z tegmasin. Adajonim bilan oyijonim mazza qilib dam olishdi. Erkaklarimiz o'zlari bugun ayollar dam olishsin deb hamma ovqatlarni o'zligi tayyorlashdi. Shashlik, mastava, sho'rva, qozon qoplar tayyorlashgan bo'lsa ham hammasi bir-biridan shirin chiqqan edi. Menimcha hammalar bu dachani ko'rib, yoshligimizda miriqib tomosha qilgan Masha Medved multfilmini esladinglar. Haqiqatan bu dacha Masha Medved multfilmidagi uyga asoslanib qurilgan ekan. Boshida adajon shu gap aytganlarda bu dachani ko'rishga rosa ham qiziqdim va Allohim nasib etdi. Menga eng yoqqani bu basseyn bo'ldi. Cho'milishni juda ham yaxshi ko'raman. Basseynning razmerlariga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Suvlari ham tiniq. Turmush o'rtog'im bilan birgalikda mazza qilib basseynda har xil o'yinlarni o'ynadik. Kelinligim esimga tushib, hamma joylarni tozaladim, lekin mazza qilib dam oldik.